Voy. Ha, tashlarda yana kim yig'layapti ekan? Voy, voy, vashshe borim. Voy, men salatni ham yegim kelmayapti. Vashshe borim. Menga kim berdi bu salatni o'zi? Ha, aytgancha barchaga salom do'stlar. Men ismim Shahis va men yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bo'lib, voy jonga tegdi. Ey, yig'lab vurma desam. Qo'shni. Qo'shni nima bo'ldi senga? Qo'shni yaxshimisan? Sen menga umuman gapirma, yordam bermayapsan og'ir kunlarimda. Qo'shni tushunmadim. Nima bo'ldi? Vashshe bu nima bu? Bu yerda nima bor va nimaga sen ichib o'tiribsan? Bilasan, ichkilik juda ham yomon narsa. Sen meni vaziyatimni bilmayapsan. Yana qanaqa vaziyat? Tur o'rningdan, buni qara yotishingdan. Bomishlarga o'xshab yotibsan. Tur o'rningdan, bu yerga bunaqa yotma. Mer ko'rsa juda ham yomon gapiradi. Mer o'zi yomon gapirib bo'ldi menga. Ya nimalar deyapsan? Tushunmadim. Mana bu eshigimni yonidagi kitobni nima qanaqadir xatda o'qib ko'r. Yo, olinsan tur, birinchi tur. Mana bu ichma, bu juda ham yomon narsa. Sanimi yo'q qaraydi. Bola buni uchun buni qaraylar. Buni yotishini vashshe juda ham yomon. To'xtachi, nima ekan o'zi? Voy. Merdan xat soliqni to'lab qo'y, bo'lmasa uyingni musodara qilaman. Bir kun muhlat to'la. Yo, mer shunday deb yozib ketdimi? Mer menga shunaqa xat yubordi. Merni uyiga borsam, yo'qoldi, urishyapti. Bir kun ichida agar to'lamasam musodara qilishar ekan. O'zi nimaga soliq? Bu soliq tushunmadim. Bilasan nima uchun? Yer solig'ida. Yer solig'imi? Yo, nimaga yer solig'ini to'lamaysan? Hamma soliqlarni to'laganman, faqat yer solig'iga pulim yetmay qoldi. Voy, men ham senga yordam bera olmayman-da. Afsus, mayli. Nima qilyapsan, ahmoq? Yo, men просто dinamitim sinab ko'rdim. To'g'rilab qo'yaman, hech nima qilmaydi. Sen nimaga buncha yig'layapsan? Voy, mana oppa, nimaga sen buncha yig'layapsan? Men senga hayronman, voy, men qolib ketdim, mayli. To'xta, bo'lmasa o'zim to'g'rilab qo'yaman. To'g'rilab qo'ydimmi? Bo'ldi, to'xta, bo'lmasa hal qilib kelaman hozir merdorligiga. Bola buni ichida buni qaraylik, ko'rishinglar mumkin, juda ham yomon ahvolda bizning qishloqimiz. Bu qishloqni bilmadim nima qilsak bo'ladi. Yer solig'i deyapti, juda ham yomon. Mer, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nima deysan, o'zi ertalabdan asabim chiqib o'tiribdi. Sen yer solig'ini to'laganmiding? Albatta, to'lagandim. Mer, yaxshimisiz o'zi? Yaxshi. Ishlarni qilib qo'yapsanmi vaqtida? Albatta, hamma ishlarni jotga qilib qo'yapman. Mer, mana bu qo'shnimga hech bo'lmaganda bir hafta muhlat berganingizda nima desam bo'ladi deb hamma pullarni to'lar edi. Yo, vashshe bo'lmaydi. Nima ahvol bu? Buni qara yotishini. Alkash, sen bu barcha pullarni ichkilikka sarflamoqda. Sen uni oldin ko'r. Nima? Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas. Hozir men buni tekshirib kelaman. Siz hali noto'g'ri fikrdasiz. Nima bo'lganda ham yer solig'ini to'lasan, tushundingmi? Mayli. Mer ko'madi bola, bu juda ham yomon degani. Bu juda ham yomon degani. Nima bu yerda nimalar bo'lyapti? Mayli. Bu juda ham yomon degani, yomonmisan, yomon degani. Qo'shni, sen qisqasi juda ham yomon odam bo'lib ketibsan, shunday deb eshitdim. Nimalar deyapsan? Juda ham yomon odam bo'lib ketibsan. Hozir ko'rib olamiz, nima bo'lganini. Yo, sen ichkariga kir, buni ko'rsan. Nimalar qilgansan qishloqqa? Yo, mening bolam mamnun qilib qo'yib qo'yadi hozir. Sen nimalar qilib qo'ygansan? Nima qilibman? Buni qara, ahvolni juda ham yomon. Nimalar qilyapsan o'zi sen? Voy, men bularni qaranglar, voy. Nimaga bu mana bu yerda voy. Nimaga bu mana bu yerga turgani yo'q? Bu nima uchun bu yerda? Bu satil nima uchun bu yerda? Bu tuz bilan murch nima uchun bu yerda? Voy, sen kallang joyidamisan? Voy, men buni to'g'ri qo'yib qo'ydi. Sen uyingni juda ham yomon qilib tashlabsan. Buni bir to'g'rilab olsang ham bo'lmaydimi? Buni qaranglar. Yo, adashmasam bu mana bu yerda bo'lish kerak edi. Buni hozir tez buzamiz bolalar. Okey. Mana bu yerda edi, adashmasam, va bu yerda edi, va bu yerda edi. Xo'p, voy, bu juda ham yomon. Nimalar qilib qo'ygansan? Voy, sanimi? Bola, bunga hech o'rgatolmadim. Buni yo'q boramiz. Bu kerak emas, bu pumpkinlar ham. Qo'shni, senga nima bo'lgan o'zi? Buni ham yo'q bor edi o'zi, vashshi. Buni har ko'rgan payt yana xafa bo'lmasin-da. Qo'shni, sen undan ko'ra o'zingga kelvo, tushundingmi? Vashshi, mana shu yerda yotda, sen o'zingga kelvo. Nima uchun bana aynan?
Nima uchun sen, nima uchun u, nima uchun bu, uni ko'ra mana shu yerga yotdi. Bir o'yla nima uchunligini. Shaqaya sabali tushunmaysan. Judayam yomon ahvoldaman. Menga umuman bunaqa qilib yig'lama, mana bularni olaman. Sen hali juda ham yomon bo'lib ketibsan. Yo, men buni og'irligini nimaga buncha ko'p? Men yo'q qo'yaylik-da vashyetam, bu juda ham keraksiz narsa. Mayli. Bola nima ham derdim, buni qaranglar, juda ham yomon ahvolda. Bola ana yerda nima bo'layotdi? Men tushunmay qoldim. Senlar nima? Yo'q, nima qilyapti bular? Voy. Yaxshimisiz, aka? Xudo xolasa biza 10 kishiga ehson tarqatamiz, ya'ni 10 kishiga. O'sha siz bilishingiz mumkin. Nimalar deyapsiz? Hech qachon men bo'lmayman, tushundingizmi? Qaq ketyapsiz hozir. Mo'lna. Bilmadim, juda ham g'alati odam ekan. Juda ham zo'r gap gapirdi lekin. Qo'yman buni. O'zingda. Sen yaxshimisan? Ehson qilib ketibdi senga, eshitdim. Yaxshiman. Qaqras ehson chiqildi juda ham zo'r. Va juda ham ko'rsamani. Mana aytsam bo'ladi. Sani isming kim edi o'zi? Shaxmatmidi? To'poy, mani ismim Shaxmat emas, mani ismim Shaxes, tushundingmi? Mayli. Kelar, birorta o'yin o'ynaymiz. Juda ham zo'r bo'lardi. Yo'q, men hozir mana bu qo'shimni yer solig'ini to'lashim kerak, bilasan-ku, juda ham ko'p ishlar bor. Mayli. Mana yer solig'ini to'lashim kerak lekin. Mayli, nimaga senga mer yozurmagan? Menga mer bu har doim xat bergan paytda men har doim buni yuboraman. Tushunyapsanmi? Xatni yuboraman. Chunki yuborsam muammoni ham yuboraman. Tushunyapsanmi? Juda ham aqlli ekaning. Mayli, bizani miyamizga kelmabdi, qara yuborish. Mana shuni qo'llab ko'r lekin juda ham zo'r foydali. Nima bo'lsa bo'lsin, juda ham zo'r. Ertalab ehson olib kelmagan, tushundingmi? Mayli, ehson olib kelman desang ham. Mayli bo'lsa qo'shni deyapman. Isming kim edi o'zi? Mani ismim Jeki desanglar bo'laveradi. Mani ismim Jeki, tushunyapsanmi? Sani isming Jeki, kim bo'lsang ham. Mayli, bola, juda ham g'alati bo'lar ekan. To'g'ri, gapim biqiq ketyapti. Men keyin kelaman. Hozir mana shunday borib kelay, tushunyapsanmi? Lekin to'g'ri, tushunyapsanmi? Kelsiz. Mayli, o'zing ketyapman. Nimalar deyapti? Menga vosh. Mayli, nima ham derdim. Hozir mana ishlarim bor, bu qo'shnim o'ziga kelsin. Unga yordam berish kerakmi, bilmadim. Mayli. Aytgancha. Qo'shni, sen hech qachon xafa bo'lma, men senga yordam beraman. Mayli, nima bo'lsa ham nima bo'ldi. Aytgancha men konfetdan beraveraydi, xafa bo'lyapti shu boru. Konfet. Mayli. Qo'shni, mana senga konfet, xafa bo'lma, tushundingmi? Mayli. Okey, qo'shni juda ham xafa, nima ham derdi. Mayli, aytgancha bo'libdi. Lucky block bordi bo'lishini tekshiramiz. Oppa, yaxshi. Buni o'g'rish kerak. Mayli. Nima qilyapman? Bo'l, ishlarimni qilmasam bo'lmaydi. Voy, ertalab bo'pti-ku. Uxlab qolibman-a. Mayli. Bolalar yana bir bor salom bolalar. Mana yana bir kundan keyin yana ko'rishib turmoqda biza. Qo'shnimga yordam berishim kerak edi, esimdan chiqib ketib qopti. Kechasi bilan kompyuterimni nima desam bo'ladi, ishlarimni qildim va keyin yana uxlab qolibman. Juda ham yomon. Mana mas'uliyatsiz desanglar bo'ladi bolalar, albatta, chunki bolaman qo'shnimga yordam beraman deb va'da bergandim. Hozir shuni bajarishim kerak tezroq. Men ochilmayapti. Ochil. Tepada blokmi? Men unaqa blok qo'ymagandim lekin. Mayli, tashqarida bir ko'rsam qo'shnim qani ekan endi? Yo'q. Men vashit tushunmadim, qo'shni. Qo'shni uyini nima meni uyimni tepasiga qo'yganmi bu? Yaramas. Bolam uni qarang obunachilar, meni uyimni tepasiga bu uyini qo'yibdi. Hozir ko'rsataman men bunga. Hozir to'xtaydi. Mana bu yerda ichida men narsalarim bor edi. Barcha narsalarimni tezroq buzib hozir olmasam bo'lmaydi. Boru bu bilan boshqacha gaplashmasam bo'lmayapti. Normal narsa tushmadim. Davay, tezroq buzil. Sanda qasamga o'ynama sanam. Mayli, mana shu yerga qo'yib turaydi hozircha.
Hop, mana shunday bilan ham mana shunday qo'yib turamiz hozircha. Hop, buni bilan olamiz. Okey, mayli. Hozir buni aqlini kiritib qo'ymasam bo'lmaydi, bor-ku. Okey, mana buni ham olamiz. Okey, yaxshi, xo'p. Yaxshi, okey. Okey, xo'p, oppa, minikamiz, oppa, yaxshi. Sen qo'shni, sen men bilan o'ynashibsanmi? Qo'shni eshikni och. Voy, nima gap, shahis? Rahmat yordaming uchun. Nima? Sen qanaqa yordam haqida gapiryapsan? Men tushunmadim. Sen tushunmadimi? Pistoletni tushir. Hech qanday pistoletim tushirmayman. Sen qanaqa yordam haqida so'rayapsan? Men senga hech qanaqa yordam beraman deganim yo'q va demaganman ham. Aytding-ku boya kecha. Nima desam bo'ladi? Senga yordam beraman deb. Yordam beraman dedim, pulini beraman, shu soliqda yordam beraman, pulini qo'shib yuboraman dedim. Yo'q, men boshqacha tushunibman. Sen endi hamma narsani, hozir sen uyim meni ustimga tushib ketsa nima bo'ladi bilasanmi? Bilmay qoldim, shahis. Sen vash asabimga o'ynayapsan qishloqqa. Barcha narsalarni to'g'rilab qo'y kechgacha, tushundingmi? Kechasi bilan uxlaganimni, bu ertalab o'sha kecha kuni qilsang bo'lmaydimi? Kecha ozginagina charchagandim-da. Nima bo'lganda ham hammasini to'g'rilayni. Sanimi meni bildirmasdan qanday qilib quribdi? Men odatda hamma narsani bilardim. Mana bu gullarni qaranglar, qanaqa gul. Barcha narsani to'g'rilab qo'ymasang, sen bilan boshqacha gaplashaman. Mana bunday qilib gaplashaman, tushundingmi? Bo'la. Shahis so'zingni bos. Nimaga bunaqa anavi qilyapsan? Mayli. Qara lekin, senga kechgacha muhlat. Bola obunachilar, buni qaranglar, ko'rishinglar mumkin. Bu juda ham men bilan o'ynashibdi bu qishloqqa. Hozir men bilan bir gaplashib olmasam bo'lmaydi. Mer hammasi bunga o'ynayapti. Mer yaxshimisiz? Yaxshi, nima deysan? Siz ham mana asabimga vash o'ynayapsiz. Axir siz nimaga soliqlarni bunchalik baland qilyapsiz? Yer soliqlarini va shunaqa soliqlarni. Pullari yetmayapti mana bu qishloqlarni. O'zingni bos, nimaga sen boltani olmagansan? Sizga nima? Vash meni asablarimga o'ynayapsizlar. Meni uyimni ustiga uy qurib olgan u qo'shnim. Pistoletni tiraman. Bo'ldi. Shu anavi qilamiz, to'g'rilaymiz. Aytdim unga, tezroq yerda soliqni to'ladi. Yerda soliqni to'lardi. Meni uyimni ustiga chiqib qolgan. Tezroq to'g'rilang buni. Davay, men hozir o'zim sizga qanaqa narx qo'yishni o'rgatib qo'yaman. Tushundingizmi? Bo'la, o'zim qo'yaman. Men qaytarib ber. Qani lekin yana bir marta shunaqa bo'lsa, sizlar bilan ham alohida gaplashaman. Nima desam bo'ladi? Adminga telefon qilaman. O'zida okey, ishlaydimi, ishlamasa? Zatto mayli, o'zi bilasiz. Bolamni qaranglar. Vashshi asablarimga o'ynab ketyapti bular. Nima qilsam bo'ladi? Mana u bola qayerga ketdi ekan? Uyiga ham kirib ketibdi bechora bolam. Mayli. Nima ham derdim bolam? Mana ko'rishinglar mumkin. Bu juda ham yomon asabimga o'ynamoqda bolalar. Sizlarga jahlimni ko'rsatish niyatim yo'q, lekin bolalarni qaranglar, qishloqqa juda ham asabimga o'ynadi. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana shahis bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr bolalar. Sog', salomat bo'linglar.